Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga hozirda bizda mavjud bo'lgan telefonlarning narxi bilan tanishtirib o'taman. Hozirda bizda Samsung A16 telefonimiz bor. Ushbu telefonimiz 6 GB operativka va 128 GB ichki xotiraga ega. Bu telefonimizning ikkita rangi bor. Hop, Grand hamda Black, ya'ni qora. Ushbu telefonlarimizni 1 yil servis garantiyasi bor. Servis garantiya deganda buni ya'ni sotuvchi emas, ishlab chiqaruvchining o'zi biror qanday muammosi bo'lsa tuzatib beradi. Ushbu telefonimiz sizlarga ko'rinishini, qanday ko'rinishga egaligini ko'rsataman. 3 ta kamera va spichka, ya'ni fonarchasi mavjud. 2 ta sim karta o'qiydi. Hop, korobkasidan bu yerda sim kartini almashtirish uchun kaliti mavjud va quvvatlash kabeli chiqadi. Ogohlantirib qo'yamiz. Hozirda yangi modellarning ichidan zaryadniki o'zi zavodskoy chiqmaydi, faqat kabeli chiqadi. Ko'pchilik so'raydi, olib qo'yishadimi deb. Yo'q, telefonchilar olib qo'ymaydi. Ba'zi modellarda bor. Samsung iPhone modellarida, yangi modellarda hozirda zaryadniki chiqmayapti, faqat kabel USB'si chiqadi xolos. Hop, bizda yana qanday telefon bor? Hot 50i. Ushbu telefonimiz 128 GB xotiraga ega va 12 GB operativka. O'yin o'ynashni yaxshi ko'radigan ukalarimizga tavsiya qilamiz. 48 megapiksel kamerasi ham zo'r. Adashmasam spichkasi ham 2 ta ekan. Hop. Ushbu telefonimizning korobkasida nimalar bor? Hop, telefonimizning korobkasida prozrachniy chexol, qo'llanma kitobchasi, zaryadlash uchun головка, ya'ni zaryadnik, naushnik, USB kabel va sim kartini almashtirish uchun kalit mavjud. Hop, biror bu telefonlarni hozir bugun narxini ham aytib o'tib ketaman. Hozir aprel oyi 2025-yil. Bu telefonimiz 1.300.000 so'm. Ushbu telefonimiz suvdan emas, yomg'irdan himoyalangan. 2 ta kolonkasi bor, 3D zvukka ega. Hop, bizda yana Infinix Hot Display telefonimiz mavjud. Bu telefonimiz 128 GB ichki xotiraga ega va 16 GB operativkaga ega. Bu ham игровой telefon hisoblanadi. O'yin o'ynaydigan ukalarimizga maslahat beramiz. NFC mavjud bu telefonimizda. Hop. Ushbu telefonimizning korobkasida nimalar bor? Hop, yana bir ma'lumot. Ushbu telefonimiz 6000 amper batareyasi, 6000 amper. Ekrani 90 Hz, o'yin o'ynaydiganlar yaxshi tushunadi. Hop. Garantiya talon qog'ozlari. Sim karta ochish uchun kalit, головка va zaryadnik. Afsuski, naushnik bu komplektimizda yo'q. Ushbu telefonimiz 1.400.000 so'm sotilgan. Hozirda buni 1.300.000 so'm qilib beramiz. Aytmoqchi, Samsung telefonimizning narxini aytmay o'tib ketdik. Bu telefonimiz hozirda 2 million so'm. Hop, bizda yana Tecno Sparko telefonimiz bor. Ushbu telefonimizni hozir skidkaga tushirib qo'yganmiz. Bu telefonimiz 880.000 so'm qilib beramiz. Ichki xotirasi 64 GB, 4 operativka. Hop, bu ushbu telefonimizning korobkasida
Bunda ham garantiya qog'oz, qo'llanma kitobchalari va oq chexol bor. Головка, klip, USB kabel hamda naushnigi bor ekan. Ushbu telefonimiz xuddi iPhone 13 Pro Max ga juda ham o'xshab ketadi. Ko'pchilik iPhone 13 Pro Max bilan ham adashtirib qo'yadi. Bunga hattoki shunaqa chexollari bor. Bu chexollarni o'rnatsangiz, ko'pchilik iPhone 13 Pro Max dan ajrata olmaydi. Sotuvda buni chexollari 15 ming so'm, 20 ming so'm turadi xolos. Bu telefonimiz ham batareykasi 5000 amper. Puli hozir 880 ming so'm. Yangi. Bu telefonimiz TechnoSpark Go 1. Bu telefonimiz 128 ga 6 deyiladi. Ya'ni 128 GB ichki xotira, 6 GB operativkasi bor. Bu telefonni menga juda ham ko'p yoqqan tarafi 4G+ da ishlaydi, ya'ni internetda juda ham tez. YouTube, Telegramlarda zo'r ishlaydi. Bu telefonimizning korobkasida nimalari bor? Qaramiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Naushnik, USB, klip, головка, zaryadlanuvchi, garantiya qog'ozlari va prozrachniy chexoli ham bor ekan. Hammasi ichida. Hozir bu telefonimizning narxi 1 million so'm. Tekno kompaniyasi biz ko'p sotamiz. Teknoning yaxshiligi bozorga kirib kelganiga 4 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa, hali batareykasi ishib yoki yaroqsiz holatiga kelganini ko'rmadik. Batareykani zo'r ishlab chiqarilgan. Keyin ehtiyot qismlari arzon. Samsung telefonlarimizda masalan 2 millionlik Samsung telefonimizda ekran sinib qolsa 700 ming, 800 ming so'mlik ekran qo'yiladi. Bular ekrani arzon, 180 ming so'm turadi. Rossiyada ham hozirda top sotilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi Tekno. Xo'p, bu telefonimiz hozir Spark 30s. Buni fotoapparati juda ham noan'anaviy chiqqan. Bu telefonimiz 128 GB ichki xotiraga ega va 8 operativka. Operativka degani endi 8 bu kuchi, ya'ni 8 ta yuragi bor deb tushunsangiz ham bo'ladi. Bu telefonimizda 6 ta yuragi bor. Bunda 8 ta yuragi bor. Endi xo'p, telefonimizning korobkasida nimalari bor? Bunda ham garantiya qog'ozlari, qo'llanmalari, hop, prozrachniy chexol, zaryadnik, головка, klip va USB. Afsuski bunda naushnik yo'q. Naushnigi yo'q ekan. Hop, bu telefonimizni fotoapparat kamerasi juda ham zo'r. Buni ya'ni mana bitta yozib qo'yilgan. Sony kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan desa ham bo'laveradi. Kamerasini Sony kompaniyasidan olgan. Bu ham 4G+ da ishlaydi. 4G+ degani shu internet tezroq ishlaydi. Bu telefonimizning hozirda narxi 1 million 200 ming so'm. Batareykasi 5000 amper va bunda ham NFC mavjud. Ma'lumot uchun aytib ketaman, NFC degani bu kartangizni telefonga ulaysizda, terminalga borib telefoningizni tegizsangiz, shuni terminalga tegizsangiz, pulni yechib olaverishadi. Kartangiz yoningizda bo'lishi ham shart emas, lekin qanaqadir kodlarni terishingiz shart emas. Shuni NFC deyiladi. Hop, ushbu telefonimiz Realme Note 50. Realme modeli ko'pincha o'yin o'ynaydigan
Bolalarimiz yaxshi ko'radi. Realme kompaniyasi shu uncha-munchaga telefonlar qizimaydi. Hozir Note 50. Bu telefonimiz ham skidkaga tushgan 1 million so'm qilib beramiz. Ushbu telefonimizda ikkita rangi bor. Mo'tli asfalt desa ham bo'ladi, qora desa ham bo'ladi. Ushbu telefon 8 yadro, 128 GB ichki xotira. Old kamerasi 13 megapiksel ekan. Hop. Bu telefonimizda korobkasida nimalar chiqadi? Garantiya qog'oz, qo'llanma, chexoli juda chiroyli. Zaryadnik головка va USB ham mavjud. Ushbu telefonimiz ham tashqi ko'rinishi xuddi iPhone ga o'xshaydi. iPhone 13 Pro Max larga o'xshab ketadi. Solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha 14 Pro Max chexoli. Ko'pchilik iPhone chexolini qo'yib ham iPhone qilib tutib yurishadi. Hozirda bizda shu yangi telefonlar mavjud edi. Keyingi videomizda sizlar bilan arzon ya'ni ishlatilgan telefonlar narxi bilan tanishtiraman. Bizning manzil Chust shahri, Mega Plaza binosi, 12-do'kon. Ismim Ravshanbek, barchangizni kutib qolamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, like bosing va hamda yaqinlaringiz bilan baham qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.